Bugünkü söhbetimiz Şvetsiyada ma'qullangan qarornoma u bo'lsa jazo lagerlari haqida 2018'den başlap Şvetsiyalik insan hakları faoliyatçısı Joachim Efendi, Thomas Hammarberg, Serkan Kösen qatarlıq insan hakları faoliyatçıları ve Şvetsiya parlamentideki nüfuzluq senatorlar bu jazo lagerlari haqida Xitoyga bir qarornoma yoki qonun ma'qullash haqida 2018'den boshlab harakatga o'tgan. Lekin Shvetsiyadagi barliq Sharq Turkistonliklar, hatto o'quvchilardan boshlab o'sha Uyg'ur ma'rif uyushmasining yetakchiligida butun partiyalarga, inson haqlari tashkilotlariga, Amnesty International, Human Rights Watch degan o'xshash Shvetsiyadagi mavjud bo'lgan 8 partiyaning hammasi bilan vaqt elib ko'rishib, ularga xat yozib degandek Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur ommasimi o'zining bir kishilik vazifasini ado qildi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasininki aktiv xodimlarimi bir kishilik vazifamizni ado qildik. Natijada mana bu yil 2019-yili 12 ayning 13-kuni 8 partiyadan hammadan bir ijobiy javob chiqib, gerçi bir qonun ma'qullanmagan bo'lsa-mu, har holda 100 betlik taklifnoma sunilgan bo'lib, bu 100 betlik taklifnomadan chiqqan ijobiy qaror shuki 2019-yili 12-ayning 17-kuni Shvetsiya parlamentining tashqi ishlar bo'limidan hukumatga tushirilgan bir hujjat ma'qullandi. Bu hujjatningki tafsilotiga Shvetsiyadagi Uyg'ur ommasi ham qiziqdi va dunyodagi barliq Sharq Turkistonliklar Shvetsiyada nima qaror elindi, buning Uyg'urlarga nima foydasi bor kelajakda, jazo lagerlari haqida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin degandek, bu ishning taraqqiyoti, natijasi, buningki Xitoy kommunist mustamlikachi olvostalariga ko'kitadigan ta'siri qatorliq jarayonlarda Uyg'urlar nati to'rt ko'z bilan kutib o'tadi. Shunglashqa Uyg'ur ma'rif uyushmasininki siyosiy maslahatchisi, Stockholm universitetininki shu qonun yoki xalqaro aloqa ishlari fakultetida hozir bakalavrilik qilayotgan Nijat Turg'unni bugun ikkimiz suhbatlashamiz. Shu suhbat jarayonida Shvetsiyadagi va Shvetsiya sirtidagi barliq muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonliklar Shvetsiyada nima bo'layotidi, bu shamolninki ta'siri Xitoy kommunist mustamlikachi olvostalariga qanday ta'sirlarni ko'kitadi degan mazmunda ikkimiz paranglashamiz. Mush parang jarayonida inshaalloh xalqimiz ma'lum javobga erishishi mumkin. Qanday davosiz boshlang. Aldılan bu ziyaret fırsatını verdiğin Allah için çok rahmet. Ekran aldaki barlık Sharq Turkistonliklarga salom yollayman. Assalomu alaykum. Bugün bir nihayet bir ehemmiyetli günni tamamlab bugün bir yerde oturuyoruz. Bugün Shvetsiya parlamentida 2019-2017 günsi Tashqi ishlar Shvetsiya parlamentidagi Tashqi ishlar komissionininki o'rtaq chiqargan bir taklifnomasi var 100 betlik. Yani Shvetsiya Ninki kelgüsüde Xitoyga tutmoqchi bo'lgan pozitsiyasida tutilgan bir 100 betlik taklifnoma. Bu taklifnomaninki turtkisi bilan tunugun bu taklifnoma ma'qullanib, qabul ko'rilib, ya'ni Shvetsiya hukumatiga hozir bir qarornoma ma'qullanish o'rtaq qarorga kelindi. Bu qarornoma shu oldimizgi 3 hafta ichida tayyorlanib, Shvetsiya hukumatiga bu qarornomani ijro qilish uchun nimaga o'tirg'i sunildi. Bu qarornomaninki, bu taklifnomaninki, endi aqibet qaytarsak, taklifnomada Shvetsiyaninki Xitoy ikkisining o'rtasidagi munosabatda siyosiy, diplomatiya, harbiy, iqtisod, tijorat va inson haqlari masalasidagi ikki davlatning o'rtasidagi butun shu aloqalar, sohalar aloqalar butun mazmunlarni o'z ichiga olgan. Buningda bizga munosabatli Sharq Turkistonga munosabatli yeri bo'lsa, inson haqlari masalasida bu qarornomaga o'rtaq kuch chiqargan 8 partiyaning hammasi bizning masalamizda o'xshamagan shaklda ko'z qarashlarini, takliflarini o'tirg'a qo'yib, bu bizni nihoyat xo'shal qilgan yeri va hamma partiyalarningki deyilgan gaplarni yig'inchoqlab bir yerga kelsak, ikki nuqta bu yerda o'rtaq hamma partiyalarningki. Birisi Shvetsiya butun Xitoy bilan bo'lgan yuqori tuban diplomatik munosabatlari, xalqarodagi xalqaro Yevropa ittifoqidagi va BDTdagi boshqa
münasibetlarda bolsa, şu buluvatkan Şərq Türkistan'daki ciddi vəziyyətini toxtutuş, Xitayımız zulümünü toxtutuş və Uyğurlar və Şərq Türkistan başqa xalqlara boğan zulümünü toxtutuş və bu toxtutuş besim qilish, toxtutuşqa besim qilish. İkinci nokta olsa Avrupa İttifaqıda Şivisiya hökuməti çoğun tirişçilik göstərdiyi Xitayga cəza yürgüzüşkə türkülük rol oynaş. Şu iki tərəf nəhayət yaxşı qoyulğan. Şoň bu cəhətdə bizə nəhayət çoğ bir nima kildi həm dünyanın təxi başqa yerlərdə bugünkü bir qararnamə yoki qanun ma'qullandı. Amerikada axırki 2 qadam qilib qoldi. İnşallah ularning nimasi muvaffaqiyat qilib qaraymiz. Ama Avrupa İttifaqıda tuncu bo'lib Şivisiya müştaq bir yaxshi bir qarornoma chiqdi. Bu inşallah bundan keyingi Şərq Türkistan davasıga musbat bir kayfiyat yaratish bilan birga Şərq Türkistan xalqi umid yig'ishlaydi ve davamızga kuch qatadi. Endi Şivisiya Skandinaviyadagi 5 devletninki 25'i devleti hesabında gerçi küçük 9 milyon nüfusga ega bir devlet bolsa-mı Nobel mükafatı taqdirildigan shunga o'xshash dunyodagi o'xshamagan devletlerde o'zininki mablag'larni sağan bir ta'sirlik devlet. Endi Şivisiyaniki bundaq bir yaxshi qarornomani elib hukumatga sunishi belki Skandinaviya ülkelerindeki hiç olmagan bütün Avrupa devletlerine ta'sir qilamiz-mi? Hiç olmaganda şu Avrupa devletlerindeki Skandinaviya devletleri içindeki 5 devletke ta'sir qilish ehtimoli bek yuqori deb bu siyosiy faoliyatchilar analiz qilmoqda. Bu haqda azroq to'xtaylik. Şivisiya tarixdan buyon Şivisiya o'zining yumshoq kuchini inson haqlari masalasiga bo'lgan ko'ngil bilishi kuch chiqish qilib nurg'unlagan tarixiy nimalarni yozgan, shonli tarixlarni. Masalan, Ikkinchi dunyo urushi bo'lsin, Yahudilarni qutqarish masalasi bo'lsin, undan keyin nurg'un dunyoda izlashga, qirg'inchilikqa, inson haqlari masalasi tafsilotga uchragan millatlarni qutqarishda Şivisiya eng oldida safarbar qilib, bunga o'zining qo'ldan kelishcha tirishchiliklarda bulungan. Buni bütün dünya xalqi şahit bo'lgan. Şuna Şivisiya bu masalada o'zi kichik bo'lsa-mu, ama insan hakları meselesi kelgan chog'da Şivisiya dunyodagi eng kuchli davlatlarning birisi. Hamma Şivisiya izchil o'ziniki yumshoq kuch shaklda qo'llanib kelganlik. Bundan bir yil burun taxminan Şərq Türkistan meselesiga ko'chmanlar siyosatida Şivisiya tunji bo'lib Şərq Türkistandan kelgan xalqqa ular qaytarilmaydi, bularni kelgan chog'da panohlikqa hayot kapolat e'lindi deb shu qarorni olgandi. Uçağım Avrupa bir ülke bo'lgan, undan keyin boshqa davlatlarning ergishishini oldi. Bugungi kunda müştaq bir Xitoyga yangi pozitsiya tutish bilan birga bu pozitsiyaning ichida Şərq Türkistan davası, Şərq Türkistan bo'layotgan zulmga ega chiqish va Xitoyning bu zulmdan to'xtatish va Xitoyga Avrupa ittifoqi orqali bu Xitoyga jazo yurgizish bu darajadan tashqari bir jasorat bilan cho'ng bir e'longan bir qadam deb qarayman. Chunki Şivisiyaniki tashqi başqa devletlerle muamelası 60 tane devletin içinde Xitay en aldığın 60 tane devletni bular en mühim devlet deb qaragan endi. Şivisiya. Xitay bunun içindeki en mühim devletninki birisi. Mesela Asiyadaki en çok ticaret şeriki endi. Onunla başka Xitay'ninki Şivisiyadan nurg'unlagan şirketleri var. Şivisiyaniki Xitay'ın nurg'unlagan şirketi var. Bunların iqtisadi münasibati yüksek bir taraqqiyot aletdi. Gerçi müştaq bir quyuq bir iqtisodiy munosabat bo'lgan holatdimi, Şivisiya o'zininki qimmat qarashiga ega chiqib, ya'ni bo'layotgan zulmga dasturib, to'xtat bu zulmni deydigan müştaq bir qimmat qarashi ham Yevropaninki. Şivisiya müştaq bir iqtisodiy munosabatning nimasidan kechib, müştaq bir nimaga ega chiqishi bu haqiqatan olqishlashga geçilik ve başka devletlerle ilişki tegishlik bir mesele bo'ldi. Biz bu Şivisiya parlamentida 100 betlik taklifnomani muzokara qilayotgan qilish jarayonida biz anglab turdik. Bu yerda naq maydonda ham muxbirlarga bu haqda nima berdik. Şivisiya Sosyal Demokratlar Partiyasining vakili, Moderatlarninki vakili ikki ig'iz jumlaga diqqat qildik. Bu u bo'lsa Xitoyda hozirga qadar ancha-muncha u yerda qurolli Xitoy kommunist mustamlakachilarga qarshi harakat bo'lgan bo'lsa-mu, uni bahona qilib 3 milliondan 5 million atrofida umumiy bir xalqning madaniyati, tili, dini, urf-odati qatorliq hammani tugatib o'tishga bo'lmaydi.
terrorizmni bana qilib bir millatni butun yo'qotib etishga bo'lmaydi degan bir muhim so'zni qildi. Yana birisi biz hozir qadar Shvetsiya sosyal demokratlarniki vakillar degan gibi. Biz hozir qadar Xitoyni yumshoq siyosat bilan demokratiyalashib qolar, Tibet, Moğol, Uyg'ur deganda xalqlarga demokratiyalashish natijasida bir yaxshi kun bo'lib qolar deb o'ylagandik, ammo bu arzu armonlarimizni kunu etsek bo'lgan bo'ldi, endi Xitoy biz o'ylagan yerdan chiqmadi degan bir jumlani ishora qildi. Bunun da bilib bo'ldiki, Xitoy kommunist mustamlakachi alvastirlarninki necha yildan beri mablag' selib Sharq Turkistonliklarni, Tibetlarni terrorist ko'kitish orqali ularni millat sifatida yo'qotib etib, uning zaminiga ega bo'lish niyatidan iborat qabih niyati Shvetsiya xalqining oldida, hukumatining oldida oshkor bo'lib qoldi endi. Mushundaq bir fursatda Xitoy kommunist mustamlakachi alvastirlarninki Shvetsiya turishliq bosh elchisi hatta devletimizningki baş ministeriga tahdid qildi. Agar mushu Xitoyninki mushu hassas, sezgur masalalarga alışib qolsa, hatta baş ministerni Xitoyga yo'latmaymiz, bag'uzmaymiz degandek bir tahdidni nima qildi. Endi bu xuddi ko'chalarda vatanda deydigan ko'cha bolalari degandek. Bu Xitoy kommunist mustamlakachi alvastirninki elchixonasiniki bu so'zi ko'cha bolalarning bir-biriga tahdid qilgandek bunday bir diplomatik tilamiz. Endi siz o'sha xalqaro aloqa munosabatda o'quvchi bo'lasiz bilan Xitoy diplomatininki bunday ko'cha bolalardek tahdid qilishi bir ministerga hozir qilmadi. Bu nimadan derak berdi? Xitoy tashqi siyosatimizda o'zining pozitsiyasini o'zgartirib bo'libmi? Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin qattiq bir ichki jihatda olsun, ichki jihatdan xalqqa qattiq zulm qilish, tashqi jihatda kengaymachilik nimasini yurgizishlar birga qattiq bir diplomatik nimasini siyosatni yurgizib keldik. Bo'libmi yaqinqi 2017dan keyingi yillarda mayli Yevropa ellardagi olsun, mayli Amerika va Afrikadagi butun qit'alardagi elchilarninki mushtaq bir qattiq bir diplomasiya, ya'ni besim qilish bu davlatlarga siyosiy iqtisodiy nimalarni o'zining kuchlarini silish orqali bu davlatlarning ichki vaziyatiga aralashish, besim qilish va Xitoyninki ba'zi masalalarga kelgan chog'da bular Xitoy tarafini tutish, masalan BDT'li bo'lgan nimalar. Mushundaq nimalarni yurgizib keldik. Bu Shvetsiyada nait ko'rinarli. Masalan yaqinda bir tekshirish nimasi bo'lgan chog'da butun dunyodagi xalqlarniki Xitoy xalqi bo'lgan pozitsiyasini olgan chog'da Shvetsiya Yevropada Xitoy bo'lgan pozitsiyasi Shvetsiya xalqininki ham nachar chiqqan. Ya'ni bir yildan so'ng 18% nacharlab ketgan. Bu endi Xitoy kommunist mustamlakachi alvastirlarninki bu xil tahdidlarni Sharq Turkistonliklarga ancha-muncha ishlab qoldi. Masalan, Sharq Turkistonliklarninki vatandagi urug' tuqqanlarga besim qilish orqali ularni guliga elib, turmaga elib, bu yerda namoyish qatnashmanglar desa, hatto o'sha namoyish qatnashmaydigan, siyosiy faoliyatga kelmaydigan ahvollar bo'ldi. Ancha-muncha xalqimiz qo'rqdi endi bulardan. Hammasi emas, ma'lum to'g'rirak xalqimiz qo'rqdi deyishga bo'ldi endi. Ama Shvetsiya xalqiga kelgan vaqtda Xitoy kommunist mustamlakachi alvastirlarninki Uyg'urlarga qo'llangan tahdid siyosati Shvets hukumatiga ishlamadi, Shvets xalqiga ishlamadi. Bu qatim Xitoyninki baxtiga qarshi bu qarornoma elinib ketdi. Endi bu Xitoy buningdan qanday nima bularni kelajakda endi Uyg'urga yurgizgan taktikleri endi Shvets xalqiga, Shvets hukumatiga ishlamadi endi. Bu jihatda Shvetsiyaga qanday tahdidlar, yana qanday tahdidlarni qiladi? Xitoy zaten shu Shvetsiya fuqarosi bo'lgan Guimin Qaynamliq bir kitobchadan batı shuni tutib ketgandan keyin bu ikki davlatning munosabatida biroz sovishga boshlagan diplomatik bir yaqinqi bir yildan buyon bu munosabatlar texnik yiriklashib, ikkisining o'rtasidagi munosabatni aytdi. Krizisga qarab menyapti. Muşu neçə gün aldı mətbuatlardan Xitayning nimasi biz dostlarımızga çay düşmanlarımızga o'g'miltiq bilan nim qilamiz deb aytdi. Shundan bilan shundaq nim bayonotlardan bo'lindi boshlovchi Xitoy boshlovchisi. Anondan keyin muşu tijoriy sohadagi munosabatlarimizni, madaniyat almush sohadagi munosabatlarimizni biz Shvetsiyaga qattiq cheklamalarni qo'yamiz dedi. Ba'zi xabar uchurlar qolgan chog'da ikki qatimliq iqtisodiy uchish nimasini Çıkında toxtu tutuldu. Şvetsiya agarchi Xitoydan quyuq iqtisodiy aloqasi bo'lsa-mu, ammo Shvetsiyaning yana boshqa tijorat nimalari bor albatta. Buni unutmaslik kerak.
Xitayning buna tehditleri Şivsiye devletinin ve halkının başları egip püştiremeydi. Gerçi kısmen aleti tesir kılış mümkün. Ama yine siz püştiremeydi. Çünkü Şivsiye yalnız demez. Şivsiye'nin akılda turbatkan Şimali Avrupa'daki Skandinavya'nın devletleri ve onun başka Avrupa İttifakı'daki bir Avrupa Birleşmesi'ninki başlığı mı? Şivsiye'ninki bu kriz nimesi Şivsiye'nin yeni tuturganlığını kaç gün öz ağlarından bayanat yapıp bu can gerçi uzakrak sözleşmesi mi ahir yanıp çıkardığın yani Şivsiye çünkü Şivsiye'nin tutuvatkını bir ayak taraftarlık yolu. Mesela bunu nimeli mi köydük bizim meselemizde tutan pozisyonlar bunu. Şu an Xitay bu diplomatik kriziste ya baldır ya giyin mağlubiyetten temin ediyor. İnşallah. Hem Şivsiyede yaşavatkan barlıq Şərq Türkistanlıqlar neçə vaxtda 2 yıldan beri Şivsiyedeki partiyadagi Şivsiye hükümetiga, Şivsiye parlamentiga, Human Rights Watch, Amnesty International degandek yerlerinin hemmesiga hatta kichik bolalarimiz o'ziniki his tuyg'ularini ifodalab xatlarni yozdi, cho'nglarmi erinmay xat yozdi, kurashdi. Uyghur Ma'arif uyushmasimi bir tashkilot bo'lib sifatimiz bilan bu xalqni yaxshi yetakladik. Hamda alhamdulillah bir yaxshi natija chiqdi bu yerdan. Bu natijani albatta xalqimizniki mushu har bir xalqimizning har bir yoshlarimizniki tirishchanligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Hamda mushu xalqimiz intizorlab kutgan bir narsa bor. Hazır elingan 100 betlik teklifnameden elingan kaymak karar namininki iki nimesi vardı iki asas mezmunu. Bu iki asas mezmun nimelerden ibaret halkımıza kısa bir cevap verelim. Hem de bir yerde elingan kılınan hizmetlerinin nimesidir. Bir yerde teşkilat iki xil yol bilen tutup gidilikti. Birisi Şivitçiyetki Şarkı Türkistanlıklarını hareketlendirip yani halk fikir kozgaç ve halk hareket kozgaçtı. Bunun da maksat yaptık. Ondan keyin yuqori siyaset nimesi geçiyor. Siyadaki kararıyla orunla parlamento hükümetdeki münasebet orununu görüşler kılıp bu yuqori siyasetinin ifade teşkilat. Bu işkinimini birleştiriş şartlık bugün bir yaxşı bir netice çıktı. Allah'a şükür. Hem de bunun içine çıkan iki bizge münasebet kararının mezmununa gelsek birisi Şivsiye Xitay münasebetinde Xitay bütün münasebetlerde işitildiğinden nimelerinin kullanıp Xitay'ın bu zulümünü toxtutuş, cezalarına taqaş ve Şərq Türkistanlıqlarınki til, medeniyet, din ve özünki nimesini qoğdaşıdıq, hukukunu qoğdaydıgan, bunların hukukunu verilişlerdeydigan muşu maddeler, bu birinci maddeden. İkinci nimesi bolsa Şivsiye hükümeti Avrupa İttifakı'da Xitayga eğer bu nimeni toxtatmasa Xitayga ceza yürgüzüşke hareket kılış. Yakında kökenimizdeki Avrupa İttifakı'da Magnitski nimesini ortak makullap kılındı. Bunun tepsilatını çözülüp atıdı. Eğer de Xitay'ın nimesinin başına ketiverse Xitay Avrupa İttifakı'da mı Magnitski cezalar kanunu nimesi bulup kılınmış. Yani bu iki türlük kararname. Bu vaktlik kararname mı ya ki telesvidare demişsizce? Menguluk kararname mı? Bu hakkında halkımızınki bazı sorularını benden WhatsApp'ta sordu. Bu vaktlik kararname mı ya ki telesvidare? Menguluk kararname mı? Bu hakta menot bireyle. Şivsiye hükümeti bu yıl 6. ayda bir narsa e'lon qildi. Şivsiye'ninki yeni Xitay stratejisi deb. Bu stratejiya nimesinin ait keng bunun için Şivsiye Xitayga qanday pozitsiya bu qanday muomala bilan aloqa qildi deb bu narsaga ait to'xtalgandi. Bunun ait yaxshi moddalar var biz bu. Mavu Tashqi ishlar komissiyoniga qo'ygan narsasini ait yaxshi tekliflar nima var? Bundan chiqqan qarornoma bu vaqtlik emas, bu davomli ishlagan narsa. Bu qarornomani hukumatning icra qilish majburiyati var. Eğer bunu icra qilmagan holatda Şivsiye parlamenti bo'lib Tashqi ishlar komissiyoni buningki javobini so'raydi. Agar siz buni icra qildingiz, nima uchun, nima sababdan buni icra qildingiz deydi. Qanday javobgarlik nimasi bor buningki. Şun bunun nimasi chiqishi nihoyatda yaxshi bo'ldi va Şivsiye'ninki buningki tashqi siyosatida Şərq Türkistan meselesi bir hadisi bulup mağdurdan müştak bir imkaniyetlerini körüvatımız endi. Bu iki madde Şivsiye'nin tashqi nimesi siyasetinde otomatik bir hareketlendirilgan bir maddeler bulup kaldı.
İnşallah. Hammalar bilgenge o'xshash konuga shunday deydi. Quyoshning nurini itek bilan yoqib bo'lmaydi deb. Xitoy kommunist mustamlikachi alvastilari 1949-yilda Sharqiy Turkistonni besib elib, u ya'niki egilik huquqini dafsanda qildi eng avval. Undan keyin kishilik huquqni dafsanda qilishga boshladi. Undan keyin oilalarda diniy nimani ado qilish mumkin emasligini taqvosi. Hozir oilalarga kirdi. Hatta kişilik turmuş deyimiz hem de xotinchilik munosabat kimde nima qildi qancha bola tepish yo'ldoshi nimaga jazolar berib kelsa ayoliga Xitoyni juqib qo'yash, hatto qizlarimizni majburiy nikohga elish, ya'ni o'ltirib tugutish, surgun qilib tugutish, hatto elib assimilyatsiya qilib yo'qotish degandek bizning zaminimiz, bizning boyligimiz qatorliqlarni har xil yo'qotish planlarini burun ancha-muncha bir yo'gab ishlayotgan bo'lsa-mu, hozir rastilla radikallarcha dunyo nima desa desin, 407 betlik nimada dunyo nima desa desin, qo'rqmay bostiringlar, o'ttiranglar, tugusinma millat, rahim qilmanglar degan nimani Xi Jinping jallod nima qilib, andan keyin mushu Sharqiy Turkistonliklarning ichida ayda yılda bo'lgan bir pichoq bilan ya palto bilan ya to'qmoq bilan qarshilik bildirish harakatlarini dunyo terrorizmiga bog'lab, buni ko'ptirib Uyg'ur xalqini 35 million xalqning hammani terrorchi, jonalar, kalla kesar, ko'kitish orqali propagandalarni ishlatib, josuslarni silib, palanchi ming hajlab CCTV, UTV, BUTV alamatchiq TV'ler vardı. Şundaq pullarni xərclişigə baxmay mana xalqara bulub Şibisiya Avropadan Xitay kommunist müstəmləkçi alvasitələrinin propagandalarına işənməy Şərqi Türkistanlıqlar tərəfdə tutdu. Cəza lagerlərini taqaysan dedi. Avropa gücünü işletiş arqılı qıbısana muşunda ketiversən demokratiyələşməy, bunda radikallaşıb ketiversən terrorizmni bahane qilib bir millatni tip yıldızını yo'qotishga biz qarshi degan bir ovozda yaxshi chiqadi. Endi bu Xitoy kommunist mustamlikachi alvastillarga bir dars bo'lami sizningcha? Quyoshning nurini etaklab yapqilib bo'lmaydi ekan. Endi ma xalq haqida yolg'onni azroq to'qsa qo'g'idek demo yoki yiqilgan chelishga to'ymabdi deganda Xitoy kommunist mustamlikachi alvastilari yana bir gapni topaman deb xalqimizning ko'stida. Ama Xitoy her xil o'yinlar bilan nimalarni dastlabda inkor qildi buni mavjudligini. Keyin kelgan chog'da buni jazolarga emas, bu bir tarbiyalash markazi dedi. Bu keyin guvohchilarniki isbotlangan guvohlik berishi, undan keyin polatdagi paketlarning chiqishi, nurg'un maxfiy arxivlarni oshkorlanishidan Xitoy hozir inkor qilolmas bir holat keldi. Aksincha nurg'un yana yolg'onchilik nimalarni o'ynayotdi. Ama bugungi kunga qarasak, dunyoning hamma yerida mayli san'atchi bo'lsin, sportchi bo'lsin, hammasi bizning Sharq Turkiston masalasiga ovoz chiqarib, bularning nima tarafda qo'llab turyapti. Ana Xitoy darsini olib nima qilsa yaxshi. Endi agar olmagan taqdirda bugungi kunda Sharq Turkiston da'vosi Xitoyning ichki masalasi emas. Bugungi kunda Sharq Turkiston masalasi bir dunyo xarakterlik bir masala bo'lib qoldi. Ya'ni hal qilinsa bo'lmaydigan bir krizisga aylandi xalqarалық. Shu holatda Xitoy qancha o'zining zulmini davomlashtirgansiga Xitoyga bo'lgan qarshilik kuch shuncha ko'paydi. Şuna bu holatda Xitoy aqlni tepib, eng oldidan zulmni to'xtatib, bu yerdan tashlab chiqib, eglik huquqini qaytarib bersa Xitoy uchun yaxshi. Agar bu narsani qaytarib nim qilmay, yani davomli zulmini qilsa, Xitoy bir o'zi rahat uchirishni xohlamaydigan bir to'sqinlikqa nimalarga uchirish mumkin mayli dunyoning har qaysi joylaridan. Bugun Yevropada nimada uchirgan bo'lsa, kelgusida Afrikada, Osiyoda, boshqa qit'alarda uchirish mumkin. Hatto o'zining yaqin do'stlari bo'lgan ittifoqdosh fikirdosh davlatlardan uchirish mumkin bu narsa. Buning uchirishi faqat bir vaqtning masalasi agar Xitoy bu zulmini davomlashtirsa. Endi Xitoy kommunist mustamlikachi alvastilari bilan Sharqi Turkistonliklarning orasida tarixdan beri mavjud bo'lib kelgan bu datalash, bu da'vo kishilik huquqni, egilik huquqni bir davlatni besib olishini markaz qilgan bir da'vo. Endi buni kishilik huquq da'vo qilsak terrorchi desa, egilik huquqni da'vo qilsak bu bo'lgunchi dedi. Qisqartib aytgan vaqtda Sharq Turkiston Xitoyning azaldan bir parchasi emasdi, buningdan keyin bir parchasi bo'lolmaydi.
her bir adamning anasının tug'ilma holatda kishilik huquqi bor. U huquqni hech kim tatib ololmaydi. Bu xalqaro kafolatga ega qilingan bir huquq. Shunglashqa Xitoy kommunist mustamlikchi alvastirlari Sharqiy Turkistonliklarning egilik huquqini e'tirof qilmay, kishilik huquqini e'tirof qilmay, bu yo'lida albatta nima g'alaba qilolmaydi. Hamon bir kun bu qilgan xatoliklarga pushaymon qiladi, hasrat chekadi. Shunglashqa ko'nlar xato odamlarning hammasi xato qilib soladi. Ammo eng yaxshi xato qiluvchilarning eng yaxshisi shu xatoni sezgan hamon to'xtab oladi deydi. Xitoy kommunist mustamlikchi alvastirlarni xatoligini mishada to'xtatib olishini, jazolarga taqash orqali Sharq Turkistonliklarning egilik huquqini, kishilik huquqini hammani berishini qo'lga orzu qilamiz. Chunki agar mush xatolikni mush yerda to'xtatmay qolsa, yana jinoyatiga jinoyat qatgan bo'ladi. Xalqaro sudda majallatlar jinoyatninki tegidan qo'polmay qoladi. Shunglashqa birinchidan Shvetsiyada chiqqan bu qarornoma munosabati bilan Shvetsiyadagi va butun muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarga muborak bo'lsin deymiz va Xitoy kommunist mustamlikchi alvastirlarga yolg'oninglar, propagandanglar oqmidi. Bundan keyin propaganda to'qiyman demay, jinoyatingni e'tirof qilib, xatoligingni mashada to'xtatinglar deymiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.